Assalomu alaykum. Mana kanalimiz obunachilar mana individual boqishga olib chiqdik. Bular ko'p o'tdi sevuvchi jonzotda testa deb tursa vitaminlari ko'p odamniki shol bo'lib qoladi. Shol bo'lish, ana shunaqa kasalliklar oldini oladi. Ko'kut tez hazm bo'lib, ana ishtaha oshqozonni yaxshi ishlashi o'shani ta'minlab beradi. Erta bularni 5-6 tasini bozorga olib chiqamiz. Boshida 1-2 kun yemashi mumkin. Ko'proq olib chiqsa, ular esda qoladi. Keyin qo'rqmasdan, cho'chimasdan yeyveradi. Xudo xohlasa sentyabrgacha 300 taga olib chiqish niyatimiz bor. Bo'ldi. Like'lar ko'paytirib, ana o'qisalaring. Ovqat ratsionni ham bir ko'rsatib o'taman. Shu paytgacha bularni olib kelib, semirtirib sotish edi. Endi xudo xohlasa saralab yaxshilarni o'zimizga olib qolganlarni sotib, endi ko'paytirishga o'tamiz sotishdan. Buni o'zi sotish davri dekabr, yanvar emasku, dekabr, fevral. Ana shu dekabrda zo'r ketadi. Keyin fevraldan bahorda oxirigacha zo'r, eng mavsum bo'ladi. Martda buni jo'jasi o'ta qimmat bo'ladi. Shuning uchun o'zlaring o'chirtirib foyda qilasizlar. O'chirtirsa o'zini odam boqib o'chirtirsa ko'proq foyda qiladi. Bularga kattaroq qilib katak yasaymiz. Buni ham video davomida ko'rsataman. Davomida emas, keyingi videolarda. Asosda sonni ishlaymiz endi. Sonni to'xtatib sifatga ishlaymiz navorot. Chunki son muhim emas. Mana makon 30 ta tuxum bo'lsa, mana shu. Shiko 30 ta bo'lsa, mana bu esa 20 ta bo'ladi. O'shani hisobga olib, ko'p tagiga ko'p tuxum olayotgan zo'rlardan yig'amiz. Xo'rozimizda sifatlilardan xudo xohlasa olib kelamiz. Olish va sotish bizda ham video olishga harakat qilamiz agar imkoniyat bo'lsa. Asta-sekin endi buni ko'paytiramiz. Jo'ja xo'rozimiz. Ikkita xo'roz 27 tami shunday makonimiz qolgan. Mana makonim tullak makon bo'lgani bilan jo'ja. Bunisi sal kattaroq. Bunisi o'rtada juda mayda. Buni ham sotaveramiz. Unimiz ham mayda. Mana bunimiz maydaroq. Buni ham sotamiz. Lekin mana bu jo'ja xo'rozimizni ham sotamiz. O'qshani ham o'rtada turgan o'qni ham sotishga olib keldik. Buni sotamiz. Ko'p ish qilib sotiladi. Mana buni hali o'ylayapmiz. Olib qolish kerakmi yo sotish kerakmi? Buni sal o'ylash kerak. O'rta me'yorda olib borish kerak. Tullakda ham, jo'jani ham. Tullak tez tuxum bosadi, jo'ja ko'proq tuxum bosib, kamroq bosadi. Jo'jani tuxumini olib tullaklarga qo'shib o'rsalarga osh tutaveradi.
birinchi boshlagan makonim ana shu oq qo'sh bilan. Uni keyin sotib, yana o'zim qaytarib olishga majbur bo'ldim. Xudo xohlasa suyi tozalashni ham ko'rsatib o'tamiz. Uni patlash sal qiyinroq. Shu qon to'ydi, yaqinlarga ham ketib qolyapti. Tuxum ana shu bahor kelganini bildirish uchun, kelayotganini bildirish uchun tuxumga tayyorlatamiz. Xo'rozlar o't o'lan ana shunaqa narsa yeb tursa, ko'proq ishlashga harakat qiladi. Ishlagandan shu bir oylar o'tib tuxum qo'yishni boshlaydi-da bular. To'laglarimiz 1 hektar asos tuxumga kirgan, lekin bizlarga o'zi foydasi yo'q tuxumga kirgan. Sabab tuxum iste'molga ishlatilyapmiz. Bu lekin meni o'ylashimcha ziyon. Sababi tuxum sezon kelganda tuxumdan to'xtab qolsa, jo'ja sezon kelganda jo'ja tuxumdan to'xtab qolsa minusga yuradi. Buni tuxum yo'nalishida yursa ham bo'ladi. Lekin tuxumi kamroq inkubatorchilarga sotsa yaxshiroq pul bo'ladi. Inkubatorchilarga 120 ta tuxum qo'ysa bir sezonda 10 ming so'mdan sotsa ham 1.200 ming. 7 ichsa bitta o'rdak o'rtacha kamroq ko'proq o'shani hisobiga 500 mingdan qolsa ham qolsa 500 mingdan 10 tasidan 5 million. Ellikta bo'lsa 25 ming. Buni qaraganda katta chorvadan bu maydalar ko'proq foyda qiladi deb o'ylayman. Sabab hech kim bitta molni 20 millionga olib 40 millionga sota olmaydi. Lekin buni sezonda olib sotsa bo'ladi. Xudo xohlasa buni ko'pga yetkazsak ham bajarib bo'lmaydi. O'shaning uchun asta-asta qo'y, keyin mol, ana shunaqa kattaroq narsaga ham o'tamiz. Birinchi buni 200 ta 300 taga chiqaramiz, keyin asta-asta o'shanda ham mol qo'yib bo'lgan paytda ham xudo xohlasa bular yo'qolmaydi. Like, kommentariya yozinglar, tezda video qo'yishga harakat qilaman. Sizlardan bo'lsa optik turinglar, joyini issiq qilinglar. Joyi issiq bo'lsa tuxumni olmasa ham bo'ladi. Buni ko'p odam bilmaydi, necha kun ochib chiqishini. Bu 35 kundan 45 kungacha vaqtda ochib chiqadi. Ko'p bo'layotgan alomatlarni qaydan bilsak bo'ladi? Sabab ko'p odam yangi boqayotgan odamlar bilmaydi. Ko'k bo'lsa tuxumi 20 tacha bo'ladi. O'rtacha agar ko'proq bo'lsa ham bo'ladi. Jussasiga qarab mo'ljal qilib bostirasizlar. Bu ko'k bo'layotgan birinchi alomati pat tashlaydi, pat. Ostki patlarni tashlaydi. Keyin turayotganda kechalar yotadi, kunduz yotmaydi. Keyin kurk bo'lgandan keyin, yaxshi kurk bo'lgandan keyin 3-4 kunlik bo'lgandan keyin chirq-chirq etib tovushi boshqacha bo'lib qoladi. O'shani ajratib olsangiz bo'ladi. Paddashga deb o'tiringlar, ko'proq video qo'yishga harakat qilamiz.